Milliy taomlarimizdan bo'lgan hammani esdan chiqib borayotgan, hech qayerda sotilmaydigan xamir xasb tayyorlaymiz. Xamir xasb uchun qattiqqina xamir qorib olamiz. 3-4 dona piyozni mayda to'g'rab, qizib turgan yog'da tillarang bo'lguncha qovurib olamiz. Piyoz ustiga guruch, zira, tuz solib qovurishda davom etamiz. Guruchni 1-2 daqiqa qovurib, suv solib, xuddi oshdagi damlab qo'yamiz. Tingan xamirni kattagina zuvala yoyib, videoda ko'rsatilgandek kesib olamiz. Marromiga yetib pishgan guruch ustiga qiymat, tuz, zira solib, qiyma tayyorlab olamiz. Xamir xasbda e'tibor qilish kerak bo'lgan narsa guruchni marromiga yetkazib pishirish hamda xamirni yupqagina qilib yoyish. Yupqa yoyilgan xamirlarni har bittasini yog'lab, qiymani videoda ko'rsatilgandek har bir burchagiga yoyib, tugib 30 daqiqa qasqonda pishirib olamiz. Xamir xasbimizga xushxo'r maza berish uchun ustiga qizilcha tayyorlab olamiz. Buni oddiygina tomat pastasidan yoki uyda yopilgan achichudan tayyorlashingiz mumkin. Eslab ko'ring, bu taomni oxirgi marta qachon yeb ko'rgandingiz? Ko'rinishi juda chiroyli-a? Ishtahangiz ochilib ketdimi? Mazasiga baho bera olmasanglar ham ko'rinishiga baho berib, kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Bu biz uchun juda muhim.